Davronga quruvchi sifatida maslahatingiz kerak. Uy olmoqchiman. Ikkita talab o'tiribdi oldimda. 94 ming dollarga shunaqa korobka holatda tayyor qilib qo'yilgan uyda olganim yaxshimi yoki-da 150 ming, 160 ming dollarga tayyor uylar, remontlari qilingan, Yevroremonт hamma narsasi tayyor. O'shini olganim yaxshimi? Qaysi birida menga cho'ntagimga foyda bo'ladi? Shu ikkita xonadonni men sizga afzalligini ko'rsatib beraman. 160 ming dollarga oladigan tayyor xonadoningizni qaysidir inson o'ziga moslab rang bergan bo'ladi. O'ziga moslab xonalarni jihozlagan bo'ladi. Bu sizga yoqmasligi mumkin. Spalnisi yoqsa, mehmonxonasi yoqmaydi. Mehmonxona yoqsa, sanuzeli eskirgan bo'ladi. O'zingizga moslab, ranglarini o'zgartirib, remontini boshqatdan qilib chiqqaningizda ham sizga 5 ming, 10 ming dollar ortiqcha xarajat olib keladi va qo'shimcha vaqt talab qiladi. Agar 90 ming dollarlik tayyor korobka holatdagi xonadonni oladigan bo'lsangiz, unga o'zingizga moslab rang berasiz. Farzandlarning xonasini ichki va tashqi dizaynlarini o'zingiz xohlaganday qilasiz. Ota-onaning xonasida o'zining sanuzellari, farzandlarda o'zining sanuzeli, kelin-kuyovlarda o'zining sanuzeli. Isish tizimlarini o'zingiz xohlaganda holat qilasiz. Ana tayyor xonadonda konditsioner qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Siz bu yerga chiller tizimini qilishingiz mumkin. Bir umr ichingiz chiqib yashaydigan o'zingizga moslab xonadon qurasiz. Siz bu korobka xonadonni vaqtincha yashab turish uchun 10 ming dollar xarajat qilib ham kirib yashab tursangiz bo'ladi. 30 ming dollar bilan chiroyli sharoit qilib yashasangiz bo'ladi. Agar boyaga 160 ming dollarlik qiymat yetkazaman desangiz, hamma orzu qilgan hashamatli zo'r hovli qilib olasiz. Biz xolis 94 ming va 160 ming dollarlik uyi plus minus farqini aytdik. Siz korobka holatdagi xonadonni olib o'zingizga moslab dizayn qilib yashagan bo'larmidingiz yoki tayyor xonadonni olib u yoq bu yoqqa qarab yashagan bo'larmidingiz? Fikringizni izohlarda qoldiring.